Rossiyaga yangi kelgan musofirlarni 5 ta qilish kerak bo'lgan asosiy hujjatlar bor. Hammasini bir joydan qilib beramiz. Havon isig'ida sarson bo'lib yurmang. Sinils, biometriya, goslog, sim karta va bank kartalar. Bitta sim karta olsangiz 500 rublga bizlimit, qolganimiz tekinga tushadi. Bizning adreslarimiz Anino metro 4-vixdan chiqqaningizda to'g'ridagi торговый center -1-etajda joylashgan. Va bundan tashqari pasport perevod va оставленный gosuslug, turda do'g'ri xurujimizni o'ydanini qilib beramiz. Bizga yaqin bo'lgan shaharlar Podolsk, Kuznichka, Vidin, Domodedovo bemalol kelishlari mumkin. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. NTV telekanalni xabar berishicha, Rossiya Starobelskdagi fojia uchun Ukrainani og'irroq tarzda jazolash rejasini ko'rib chiqa boshladi. Sababi 26-may kungi o'z bayonotida Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin Ukrainani tinch aholiga qarshi zarbalari Rossiyani Kiyevda hech kimdan iz qoldirmaydigan quroldan foydalanishga majbur qilishini bildirgan. Volodinga ko'ra, Rossiya dunyoni deyarli barcha davlatini Kiyevdan o'z elchilarini olib ketish to'g'risida ogohlantirib bo'ldi va Ukraina poytaxtidan diplomatlarni olib ketishga ulgurmagan yoki ogohlantirishni bee'tibor qoldirgan mamlakatlar oldida Moskva hech qanday majburiyatni o'z bo'yniga olmaydi. Eshitmaganlar uchun eslatma: Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev o'zining Telegram kanalida Yevropa ittifoqini Kiyevdagi barcha elchilarni yo'qotishidan so'nggi bor ogohlantirgan. Medvedevning yozishicha, Polsha Rossiya tomonidan berilgan ogohlantirishlarga qaramay Kiyevdagi diplomatik ishtirokini o'zgarishsiz saqlab qolishini ma'lum qildi. Bundan xulosa qilish mumkinki, Varshavaga diplomatlar ortiqchalik qilmoqda va Varshava shtatni qisqartirishga qaror qilgan. Medvedevning ushbu postidan tushuniladiki, Moskva Kiyevga qarshi yirik va og'ir qurol bilan yangi operatsiya rejalashtirmoqda va bu operatsiya oldindan Starobelsk uchun qasos deya izohlanmoqda. Endi Ukraina ishlab chiqqan yangi mudofaa rejasi haqida qisqacha so'z yuritamiz. Strana agentligiga Ukraina qurolli kuchlari Janubiy mudofaa kuchlari matbuot xizmat qo'mondoni Vladislav Voloshinning bildirishicha, Ukraina Zaporojye va Dnipropetrovsk viloyatlaridagi shaharlarni 99%ni aylanma mudofaa holatiga tayyorlamoqda. Bu harakatga esa Voloshinga ko'ra Kiyevni Rossiyaning Iskander ballistik raketalari hujumi majbur qilmoqda. Britaniyani Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, Ukraina havo mudofaasi may oyida Iskander ballistik raketalarini 3 dan kam qismini to'xtatib qolgan va ayni paytda Rossiya qurolli kuchlari ulardan foydalanishni 2 barobardan ortiqqa oshirgan. Qayd etilishicha, so'nggi yirik ommaviy hujum vaqtida Rossiya 30 ta Iskander raketa uchirgan. Shulardan Ukraina havo mudofaasi faqat 10 tasini urib tushira olgan xolos. Hududlardagi vaziyat esa yanada murakkab. Bloomberg agentligiga ko'ra 18-maydagi zarba vaqtida Ukraina havo mudofaasi 14 ta Iskander raketasini birortasini ham to'xtata olgan emas. Bu esa ularning barchasini belgilangan nishonlarga bexato urganidan daraklik beradi. Aytgancha, Ukraina Oliy Radasi raisining o'rinbosari Yelena Kondratyuk 26-may kuni Rossiyaga asir tushgan ukrainalik harbiylar to'g'risida so'nggi aniq sonlarni e'lon qilgan. Yelena Kondratyukning ma'lum qilishicha, hozirgi kundagi ma'lumotlarga ko'ra Rossiya qo'lida taxminan 7000 nafar Ukrain harbiy xizmatchisi mavjud. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina shu kunga qadar umumiy sonlarda 8600 nafardan ortiq asir bo'lgan harbiy xizmatchilarni qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Endi Isroilni o'q otishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvni buzib, Livanga qarshi boshlagan hujumlar haqida to'liq axborot beramiz. Diqqat bilan eshiting. RT agentligining xabariga ko'ra, Isroilning Livan janubiga qilingan yangi hujumlari oqibatida turar joy binolari vayron bo'lgan, yong'inlar chiqqan, qurbonlar va jarohat olganlar bor. RT agentligining o'rganishlariga ko'ra, Isroil hujumlari oqibatida Livan janubida 24 soat ichida 31 nafar kishi qurbon bo'lgan, 40 nafar kishi esa jarohat olgan. Hujumlar fonida ertani Quddusdagi muxbiri Daliana Mari Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy samolyotini Ben Gurion aeroportiga yo'l olganini tasvirga olgan.
Flight Radar 24 ma'lumotlariga ko'ra, bu KC-46A samolyoti bo'lib, u yoqilg'i to'ldirish va texnika tashish uchun ishlatiladi. Muxbirning ta'kidlashicha, so'nggi vaqtlarda mintaqa bo'ylab Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy aviatsiyasining faolligi sezilarli darajada oshgan. Avvalroq Isroilning Ynet portali Livandagi sariq chiziqdan tashqarida quruqlik operatsiyalari olib borilayotganini ham tasdiqlagan edi. Eslatib o'tamiz, o'q otishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga qaramay, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu siyosiy harbiy kabinet yig'ilishida mudofaa vazirining ko'rsatmasiga muvofiq bosh shtab boshlig'i Livandagi harbiy harakatlarni kuchaytirishga buyruq berganini bildirgan. Bundan kelib chiqadiki, tinchlik kelishuvi Isroilga taalluqli emas va u urushni yangi fazasini boshlash bo'sag'asida turibdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.